ijarachilarim bor-da. Nomingizdan ishlayapti-da bu. Ha, bular men mumkin emas-da bu holatimiz hozirga. O'zingiz bilasiz-ku, siz оборотingizga nol beryapsiz-da bo'lmasa, bir faktura bermayapsiz-da bularga. Siz ijaradan qancha daromad olyapsiz bu yerdan? Biz raqamlarga ishonamiz, chunki ular yolg'on gapirmaydi. Elektr energiyasi hisoboti mavjud, ammo soliq hisobotlarida faoliyat mavjud emas. Bugun biz ana shunday tafovut sabablarini joylarga chiqib o'rganmoqdamiz. Kabinetimizga kirganimizda ham Andijon tuman soliq inspeksiyasi tomonidan kabinetimizga 10.000 kilovat xabarnoma ketdi, ishlatilgan deb. Biz haqiqatda ochib ko'rganimizda shunaqa holat, faktura ham jo'natilgan. Biz Andijon tuman bilan nima bog'lansa, Andijon tuman bizga unaqa 10.000 kilovatli faktura jo'natmagan ekan. Qarasak, Andijon shahar Bobur elektrosetdan kelib qoldi. Bobur elektroset bilan bizning o'rtamizda shartnoma yo'q. Biz Andijon tumaniga qarasak, sarf qiladigan xarajatimiz yo'q-da. Faoliyatimiz endi bu doirasida boshlaymiz. 2026-yilda bilan o'rtamizda o'zaro shartnoma yo'q. Nimaga 26-iyun oyiga unaqa holatda jo'natib qo'yadi? Biz ham endi hali borib o'rganganimiz yo'q. Bular borib xudo xolasa ertaga borib, batafsil xudo xolasa bu fakturani harakat qilamiz, tuzatuvchi qilib nol qilishga. Bugungi o'rganishlarning maqsadi kimnidir jazolash emas, maqsad yashirin iqtisodiyotni oldini olish, soliq intizomini mustahkamlash va barcha tadbirkorlar uchun teng va adolatli raqobat muhitini yaratishdir.